Hammaga salom. Xayrli kun, Ro'zaniki, Ro'zida qabul bo'lsin. Men yana podatka hunting qilish bilan boshlayman. Yana masalliq chiqdi. Yuz maskasi menga bugun. Rahmat kattakon. Ana kelinligi sarpa qiladi-yu, shunaqa parfyumeriya sarpam tayyor. Assalomu alaykum. Bugun Ramazon oyining 21-kuni. Va menda ajritma tarif. Buni ochamiz. Muxlislarimizdan bittasi nega Qur'on haqida gapirishdan to'xtadinglar, davom etinglar degan iltimos tashlab ketdilar. Shunga men bugun savolim sizlarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni sut onalari bo'lgan, ularning ismlari nima bo'lgan va o'z onalaridan yiroqda shu sut onalari bilan necha yoshgacha yashaganlar. Va menda dilrampada mana bunaqa podarka. Wow, nima bu? Broshka. Yoqaga, naverma, ko'ynagilardan orqasini bunaqa pini bilan chiroyli ekan. Diloramda rahmat kattakon.